Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, inshaalloh bizlar bugun yana bir programma ishlashni har biroz bilan bir o'rtoqlashib o'taylik. Muhim nuqtalar bor ekan. Chunki bugun sizlarga 11-yanvar 4 kuni. Degan soat bizning vaqtimiz sahar 1dan oshdi hozir. Bu programmani ishlayman deb ba'zi bir ishlar bilan biroz kechikib qoldim. YouTube yollaydigan programmalarım batdı. Guvalıq beriş programmaları onu yolladım ben. Yine başka bir kıldığı işlerimiz battı. Onu kıptık. Şuna olan bu programın işleş vaktimiz biraz kechikib ketdi. Şuna olsun mu? Ertegelikке gündüz tarafta vaktimiz bulmay kaldı. Çünkü seferine tayarlığı var. Allah halisa 5. yolga çıkımız. Allah'ın izniyle bilen. 6. Allah buyursa cenvede bütün dünyanın her qaysı yerlerden kelgen cengivar Allah rızalığını közlegen xalqının ahvozlarini Xitay zulümga Xitay tecavüzlere karşılığını ifade için dünyanın dört bir yerinden kelgen bütün qarindoshlarımızla birlikte möörün getirip kollarımızga urug' tuqqanlarimizning rasmi ve ay yulduzluq ko'k bayrog'imizni ko'tarib turib Xitoy tajovuzlariga jironliq shuorlarimiz bilan her xil shakldagi norozilikni ifodalaydigan lozunkalarimizni egiz ko'tarib turib Jenvaning ko'chalarida o'zimizning nihoyatda qadamimizni tik tutgan nihoyat ruhli holatda jangovar holatda Xitoy tajovuzlariga qarshi noroziligimizni bildiramiz. Ve bütün dünyaya Şarkı Türkistan xalqining ovozini oltimiz. Nali faryodini oltimiz. Bütün dünyaya Xitoy tajovuzlarining irqiy qirg'inchilik qilayotganligini, Xitoy tajovuzlarining bütün bir Uyg'ur xalqiga, Şarkı Türkistan xalqiga emas, bütün dunyoga xirs kelayotganligini, bütün dunyoning tinchligini buzish uchun jinoyat ishlab chiqarayotganligidek bir reallikni bütün dünyaya yana bir qitim jakalaymiz. Dünya hazır Xitoy tajovuzlarining abdi bashirisini ve onun çoğu yeni mikrini, onun çoğu qandaq şekildeki bir hakimiyet ekanligini, qandaq şekildeki bir tajovuz ekanligini aniq bilib yetdi. Xalqaro jamiyat hamda qandaq şekilde ziyonni eng tuvan chekka tushirib turib Xitoy tajovuzlarini, yani kommunistik kompartiya deganni yo'q qilishning plan loyihasini tuzyapti. Allah'ın izni bilan Allah xolisa Xitoy 70 yoshga kirib kommunistik partiya degan narsa yo'qoladi. Allah'ın izni bilan. Allah xolisa Sharq Turkiston xalqini bir kun bo'lsa-mu biz balduroq shu turmalarni pachoqlab, shu lagerlarni pachoqlab, shu xalqimizni bir kun bo'lsa-mu ozodlik erish uchun bütün umumiy xalq shaklida muhojiratdagi sizdek bizdek imkoniyati bilan qarindoshlarimiz qo'lni qo'liga tutishib qo'limizda nima kelsa, qanchalik imkoniyatimiz bo'lsa shuni ish qilish orqali xalqimizga va vatanimizga chiqishimiz kerak. Onun için biz qarindoshlar namoyish bir vosita. Jenvadagi namoyishlar ishallab ketadi, turli pachoqlab tashlab ketadi degan gap yo'q. Lekin biz har qanday shaklda mushundoq tarixiy bir fursatlarda mushundoq nihoyatda yaxshi bir ahvollardan foydalanishimiz kerak. Bütün dunyoga o'zimizning qonunliq shakldagi bu noroziligini qonunli shaklda anlatishimiz va Xitoyning abdi bashirisini her vaqt ichib tashlashga dalil isbot bilan o'tirib chiqishimiz kerak.
guvohlik verishimiz kerak, imzo to'plashimiz kerak. Mushu muajiratda, mushu xalqaro jamiyatda eng butun dunyoning diqqatini tortadigan, butun dunyoning qo'llashiga erisha oladigan usullardan foydalanib, vositalardan to'liq foydalanib biz Xitoy tajovuzlariga qarshi harakatimizni davomlashtirishimiz kerak. Unda bo'lmaydi ekan, mening ishim emasdi, men qilolmaydim, yoki o'tdi, yoki bo'tdi, bu aning ishi, mening ishdi, sukut tutib turib o'tib ketib qolarmikan? Men bijdam tutib tursam bo'ldi, ish tutqunim taladi ekan, biz jim tutib turay. Ichiga kirib ketsa, chiqish tez. Teshida turib tursa biz gap bo'lar deb qolsak, vaqtida yaxshi bo'lmaydi. Bugun teshida turib turgan bo'lsa, ichga kirib ketishi mumkin. Chunki Xitoy hammamiz bilgandek bütün vücudu bilen, bütün xalqimizning ichki a'zolarini elib setish olsun. Mayli xalqimizning sakillari bo'lgan, millatning yo'lboshlari bo'lgan ziyolilarimiz, olim ulamolarimiz bularni qiyin qisqa shaklda, har xil shaklda shehid qilib yo'qotish olsun. Va yoki shu millatning turiklari bo'lgan erlarni olsun bularni nabud qilib yo'qotyapti qarindoshlar. Bizning farzandlarimizni ota-onasiz qoldirib, kichigidan tortib Xitoyning madaniyati va Xitoyning tili bilan ona tilini yo'q qilyapti. Bir madaniyatni, bir millatni yo'q qilyapti. Bu mana hozir biz da'vatgan irqiy qirg'inchilikdir qarindoshlar. Bu Xitoyning imzo qo'ygan irqiy qirg'inchilikka qarshi mushu qonunga xilof hareket etganlar. Biz mushu qonunni chiqish nuqtasi qilib turib, xalqarodagi xalqaramo Xitoyga mushu xalqaroning qonuni prinsiplari o'zi qo'l qo'ygan, o'zi bilgan shu shakldagi narsadan foydalanib turib qarashtiryapti. Herkes oturup chiqib, sen manda qilibsan deb geldin ki chiqib qilmaydi. Shu qonunning çerçevesiga kelib turib, shuni bilan boshqa davlatlarning fikri bilan, shunga qarshi turgan, shuni qo'llaydigan davlatlarning fikri bilan Xitoyning gelini bo'g'idi qarindoshlar. Xitoyning iqtisodiy nayt ig'ir zarba uchirdi qarindoshlar. Pay cheki xeliga uchib ketdi. Xitoyning pay chekining tushishi, tashqi perevotining zarba uchirishi bilan yana hozirgi savdo jangi bilan Amerika o'rtasidagi savdo urushining ta'sirida tashqi eksport qilishning ta'siriga uchirishi bilan qanday bo'ldi deganda, Xitoy burun kuniga 250 tümi sandık mal çıkargan bolsa bir güne bir şirket. Hazır 100'den döven güçüp ketdi degan. 70-80 güçüp kaldı degan. Öyle bakın. Bir günde kılavatkan şey 200 sandık olgan bolsa, hazır mana 3-cü ayda başlangan 7 aydan köprek olgan vaqtda 100 güç. 20 tügüdü degan. 20 tügüdü. Yani bu şuna yani kilajligi mangsa hazır 12-ci ayda maşu bütün dünyada Hristiyanlar Rojdestvo bayramı münasebetlik mallardan sklat bağını satalaydı. Sklatda bisilip qalğandı. Anandan keyinge sklatda bisilgan yetip bolgandan keyin anandan keyin yeni ishlab chiqarilmaydi. Chunki baş kelib ketganlikdan yana ishlab chiqarsa anandan nima bo'lmaydi ketganda. Demak nima bo'ldi deganda iqtisodiy ig'ir zarba uchirdi. Buning ta'siri bilan abim degandek o'yimlikchilik ichidagi Xitoyning ichki bir nimasini ko'tarib turayotgan o'yimlikchilik savdosimi vayron bo'ldi. Chunki iqtisod chukitib qo'yib qolsa, dollarga bo'lgan Xitoy bilan yuanning bir-birligi ishib ketib qolsa, yana hozir 1 dollar 7 ko'ydan oshdi-ku deyman. Mana bu 7 ko'ga chiqdimi? Shuncha shayga kiradi. 7 ko'ga chiqdi. 18 ko'ga chiqdi degan gap bor. Demak, mushlar maqsad chiqdi. Endi Xitoy ikkinchi islam, birinchi islama 11-oyning 1-kuni Trump bilan telefonda so'zlashish orqali o'zining yana 11-oyning 29-kuni Argentinaning poytaxti ichildigan G20 davlat boshliqlarida ammo shu savdo jihatda aram kelishim to'g'risida bir o'zining ifodasini bildirganligini ifoda qilgan bo'ldi.
Endi bununluklarla oңuşup ketemdi, yoki bununluklarla iş to'xtab qolamdi degan unda bo'lmaydi. Bu yerda bulayotgan narsa, bulayotgan Xitoy tajovuzlarining savdo urushdagi tangpungsizligi, ya'ni savdo jihatdagi xalqaro savdoning belgilarimiga rioya qilmaslik bo'lsin. Anandan keyin bu xalqning kelgan shirkatlarning patent huquqini egallash olsun yoki o'g'irlash olsun. Anandan keyin ularning qurgan shirkatlarga haliqi sekretarlarni partiya yacheygisini belgilash olsun. Anandan keyin yani Xitoyning josuslik, yani Amerikadagi muhim axborot o'rinlariga o'quvchilardan tarkib topgan josuslik guruhini ashyaga praktik qilayotgan shaklda yoki bilim olgan yoki bo'lmasa har xil shaklda Amerikada o'qib har xil sohalarga singib kirish orqali bu yerda har xil uchurlarni Xitoyga yetkazish orqali josuslik qilmishlarini qattiq zarba berishni o'tirib qo'yganligini e'lon qildi. Demak, qanday bo'lsin Amerika üstünlükni egallab hozir har jihatda Xitoyga bo'lgan besimdan salmoqlashi. Xitoy avvalgidek mayli iqtisodiyotdagi besim bo'lsin, mayli partiya ichidagi Xi Jinping va uning bu Chunahayning ichidagi Jiang Zemin guruhi bo'lsin, mayli Zhu Rongji bo'lsin, mayli Li Peng bo'lsin. Mushu Xitoy tajovuzlarining bosh o'zining ichki jihatdagi sürkülüşning ig'ir bo'lganligi. Birisi mushu Deng Xiaopingning hozirgi mushu ishni chutish, iqtisod taraqqiy qildirishni aniq mushu yo'lda mangimiz desa, yana birisilari ya biz shu Mao Zedongning Xi Jinping degangi Mao Zedongning shu bironqi o'zimizga tayinib ishni taqib etiblam, o'zimizning ishni o'zimiz qilaveramiz, sirtning kuchga tayanmasak mayli deydigan prinsip maydonga o'tirib qo'ygan. Ammo uning Xitoyning hozirgi mayli iqtisodi bo'lsin, mayli Xitoyning Jo'naxaydagi boshliq yuqori qatlamlardagi Xitoylarning manfaatiga ig'ir ziyon soldi. Jiang Zeminning Amerikadagi mol mulki 500 milliard dedimi? Amerika dollari. 500 milliard qo'yaymi? Bu yima, uchen yima. Qanday bir gapni qildi. Demak, Xitoylarning mol mulkining ko'pinchisi ashada mayli Amerikada pay chek olgan bo'lsa, mayli zimin olgan bo'lsin, mayli har xil sohalarga mablag' solgan bo'lsin, shu yerdagi pul mol mulkining shunchalik bir Xitoyning Jiang Zemin degan Xitoyning mol mulkining shunchalik bo'lsa, boshqa Xitoyningcha uning tandirligi, uning tuvallarning nurg'un shaklda Xitoyning ballarning 11 million amaldorning ballari Amerika va qatorli g'arb ellarda shu chet ellarda o'qiyotgan ballarning soni 11 million. 11 million Xitoy sirtda o'qib o'tibdi degan. Demak, ashlarning aptatdan o'g'irlab topgan pul, xiyonat qilib topgan pullar o'qiyotgan bolalar soni degan. 11 million Xitoyning qonini shunday siqib etadigan bo'lsa, hozir ayerdan kelayotgan pulni Xitoydan keladigan pulni shunday to'xtatib qo'yadigan bo'lsa, qanday bo'ladi mala? Ketaq chiqadi. Demak, bu iqtisodning hozirgi bo'lgan davolg'ishi nimaga kelib keldi deganda, Xitoyning o'zining manfaatiga ig'ir ziyonlarni keltirdi. Amerikaning manfaatiga ziyonlarning oz bo'lganligini Xitoyning o'zicha hozirga o'xshash mayli paychek bo'lsin, mayli ichidagi muqimsizlik bo'lsin, mayli partiya ichidagi sürkülüş bo'lsin, buni qildiganligidek bir ishoratlarning bo'layotganligini anglayapmiz. Uning uchun endi biz mushundaq yaxshi bir fursatda Xitoy mushundaq bir krizis yo'liqqan, Xitoy mushundaq bir nima jihatdagi vaqtida biz qanday qilishimiz kerak? Biz kimdan qaysi shaklda Xitoyning do'sti bilan hamkorlashamdik, Xitoyning dushmani bilan hamkorlashamiz. Unda hozir Amerika boshqa g'arb davlatlari va yoki
bazı insonparvar davlatlar Sharq Turkiston meselesini hozir kun tartib kelyapti. Necha oy bo'lib ketdi. Mayli axborot vositalarida bo'lsin, mayli har xil muhokama yig'inlarining ichilishi bo'lsin, mayli hozir Sharq Turkistondagi zulmlarni pash qilish bo'lsin, mayli lagerlarning o'rni bo'lsin, sunniy amra orqali pash qilinayotgan bo'lsin va yoki u yerdagi ilib berayotgan ichki organizmningki xalqaro kun tartibli muhokama yig'inlari ichilayotgan bo'lsin. İşqilib Sharq Turkistonning har bir sohasiga mayli madaniyati, mayli tili, mayli dini, islom dinimizni aynan masjidlarimizni cheqivyapti, Qur'onlarni ko'ydiryapti. Qanday bizning diniy zotlarimizning hammani tutib akirib bo'ldi. O'ltirdiganni, shehid qilganni qilyapti. Yani nurg'un insonlarimiz turmadichu. İnsan tasavvur qilolmadik sizlar, men o'ylab tasavvur qilolmadik-chu. Qiyin qilsaqlar ishichu. Turadi. Shuning uchun biz bu vaziyatni qanday qilamiz deganda oldimizda 11-yilning 6-kuni bor. 11-yilning 6-kunida bu namoyishlarni ish to'xtab qolgan shu qarindoshlar. Biz namoyishnimi imkoniyati yetgan bora oladigan, qila oladigan qarindoshlarimiz bilan birga borolmaydigan qilaman qarindoshlar 11-yilning 6-kuni Istanbuldami aynan tashkilotlar birligi aytdi cho'ng keng ko'lamli namoyishni o'ylashtirdi qarindoshlar. U yerga daxil bo'lishimiz kerak. Hem u yerga men qilinmaydigan, undan yiroq yerdagi qarindoshlarimiz uchun duo qilishimiz kerak. Shu qarindoshlarimizni hech vaqt ko'zimiz ko'rmadi, xabarlarni ko'rmadik, aloqa qilmadik deb unutilib qoldigan yoki shu to'xtab turay, men o'ylab olsam ro'yi jihatdan zarb bo'ldi ekanman deb undan qichishga tirishgan mana ishni qilmaylik qarindoshlar. Biz mayli to'g'ri o'qishlar beshimizni qumga tiqib oldi, yerga tiqib oldi, ya'ni o'xshash biz bu reallikdan qichib qutulmaymiz. Hozir biz ya halok bo'lib ketamiz, yoki mustaqil bo'lib davlatimizni qaytadan qurib chiqamiz. Ikkilam tanlash bor bizga. Ya tugaymiz cho'rtlam, yoki qat ko'tarib Allohning izni bilan vatanimizni qo'limizga olamiz. Sharq Turkiston Jumhuriyatini asliga keltiramiz. Uning uchun biz cho'qim bu Jumhuriyatimizni asliga ekildigan tarafdor emas. Ama bunun için çok bedel ödeyişimiz gerekiyor. Bedel vaqt bilen, iqtisod bilen, yeri gelse cinimiz bilen bedel ödeyimiz. Bu yolumuz şu. Onun başka yolu yok arkadaşlar. Onun için qandaqda bu sebepni yakımız üzümüzün aldaydıgan, üzümüzün çoğu onu da bunun apqatıdıgan, anaki ne delikki tushuniksiz, yoki uning bunun tashlab qo'ygan gapi, pishta pasa tökmetleri aldırıp cümle tutapdı. Hozir nima ish qilyapmiz? Kim nima qilyapti? Qanday qilyapti deb bunda o'zimiz tafakkur qilsak, bunda atrofimizga qarasak, hamma ishlar aytib inib qilamiz. Biroz tafakkur qilishimiz va biroz izlanishimiz kerak. Kim gap qilsa uni anglab, "Ha, mana ulamda" deb aytmay uni. İzlensek, aytib yaxshi deb qarayman. Shunga bilan birga imkoniyatimiz yetgan qarindoshlar shu kuni o'zimiz turishlik keladi. Mayli axborot e'lon qilish yig'ini olsun, mayli guvohlik berish olsun, mayli naq maydonda ta'qitish olsun, o'zimiz har xil shaklda imkoniyatimiz yetgan shaklda shuni qilishga tirishaylik. Bu kunni hammamiz har qaysi yerlarda teng shaklda ilib berishga tirishaylik qarindoshlar. Chunki bu uchur vositalar orqali buni yaxshi Uyg'urlar ham ko'rdi. Bizni Facebook'umuzda o'zimiz gap qildik ekanmiz, Twitter'da o'zimiz gap qildik ekanmiz deb o'ylab qolmang qarindoshlar. Siz bilan bizga necha yuz muxbir, necha yuz davlatdan istig'forati siz bilan bizning nima ish qilayotganligimizga kelib turibdi. Sizning bizning nimani taqat qilganligimizni, nimani paylaşayotganligimizni bilib turibdi qarindoshlar. Voy biznikini Uyg'urchani bilmaydi deb qolmang. Uyg'urchani siz bilan mendan yaxshi biladigan chet elliklar bor. Namoyishimizni necha yuz muxbir, necha yuz adam berib kuzatdi bizni. Chunki bular qilamdi, qilamamdi. Buni davlatga ega chiqalamdi, chiqamamdi degan nuqta qaradi xalq bizga. Xalqaro bizga shuni qaradi qarindoshlar. Shuning uchun Belgiyadan bizni shunday shaklda ham namoyishimizning tartiblik, ratlik menishini diqqat qilishimiz, hatto shuarlarimizdan tartib nima mazmunda deyilganligini diqqat qildi qarindoshlar. Onun uchun Shveysariyada ham shunday bo'ldi. Shunga mayli kiyinishimiz olsun, mayli shuar to'lishimiz olsun,
Böyle şu yerdeki retlik şekilde namayişini elip beriş olsun. Şu yerdeki kovulğuşlarımız olsun. Teşkilligen şu teşkillavatkan qarindaşlarımızdan çoğu etraf uğurlaştırış, etraf boysun işimiz gerek. Bir ütken mi dedim, yaxşı bir asker şekilde berip, şu şekilde çoğu hizmet kılışımız gerek qarindaşlar. Çünkü bu gün naydı mühim, bu gün naydı ehmiyetlik. Xitay onun için nurgun suikastlarını, nurgun planlarını kıldı. Bizning çünkü şu şekilde bizning her xil şekilde çoğu bir ayıp nuqsonlar bilan yoki bo'lmasa biror narsalar çoğu bir şekilde bu şu kılavatkan işimizin liniyasına burulunup ketişini yoki bo'lmasa çoğu o şekilde içimizden bir şekilde bir narsalarning bulup ketişini Xitoy arzu qildi. Lekin bununla hemmimiz muşu dava meninki muşununga kim bozgunchilik qiladi ekan, kim har xil şekilde suiqasd qildi ekan, onun Abdubashir'in aşkarlarında bir yanıfanımızın içine tutuşumuz gerek. Lekin öz beşimchilik bilan uningga berip anda qilib yetimiz deb o şekilde hareket qilishga bo'lmaydi. Namoyish qatnashgan siz, men, boshqa hammamizdan boshqalarni chataq chiqqanini betaraf qilish huquqimiz yo'q. Lekin bizning nazorat qilib kameraga ilish huquqimiz bor. Shu buzg'unchilik qilganini. Qolgan qo'g'duvchilar va shu yerdagi tartibni saqchilar qolgan ishni betaraf qildi qarindoshlar. Shuning uchun aldirab hissiyatchanlik bilan deb uni so'roq tortadigan, deb uni qo'limizni shiltib tillaydigan yoki shunday qiladigan ishdan diqqat qilsak bo'ldi deb qarayman. Bu eskartib qo'yganimiz yana birisi qarindoshlar, hammamiz u yerga cheklik rasm, cheklik shaklda nima qildik? Qolgan tildan qarindoshlarimiz o'zimiz urtuqalarımız olsun, ya kolu koştuğumuz olsun, havalı qilgan qarindoshlarımızın rasmini o'zimiz ko'paytib, o'zimiz nihoyat yaxshi shaklda nima qilib, qanday shaklda ko'tarib turamiz, bo'ynimizga islomda ko'tarib turamiz, o shakldagi narsalarni o'zimiz qilaylik, unutmaylik. Bu bek muhim, chunki biz qilayotgan rasmning soni cheklik, biz elib borgan rasmning 200 ga yetib bordi. Unda bo'lgandan keyin hammamiz o'zimizning keldigan qarindoshlarimiz yüzümüzden tuqqanlardan yüzümüz şekilde bir 20-30 santimetre şekilde besip çıkarıp ranglik şu şekilde çoğu onu yani kötülep tursak nayet yaxşı oldu dep qarayman. Bir qo'limizda bayroq olsun, hani keyin bayrog'imizni unutib qolmaylik. Nurg'un qarindoshlarimiz buning uchun eskartgan bo'ldi. Bu rakamni Nahmadan televizor programmasi ishlab tarqatgan bo'ldi qarindoshlar. Bunda bayrog'imizni unutib qolmasligimiz. Chunki Abduzda keldigan qarindoshlarimiz bor, aeroplanda keldigan qarindoshlarimiz o'ninchi unda bo'lgan dunyoning har qaysi yerdan kelgan vaqtida bayroqni ashani olaman deb bo'lsimi bayroqning soni ozlab qolishi mumkin sotgan qarindoshlarimiz. Andan keyin u yetmay qilib urushga qurolsiz kirib qolgan ekshulab qolmaydi qarindoshlar. Chunki bayroqning qancha ko'p bo'lishi namoyish qo'shinni hayvati ko'rsatadi. Hemço özümüzün müstakillik ideyasini texmi roşan belgilaymiz. Onun için bizde çoxum bayrak kam bolmaslik kerak. 1000 adamning qo'lida, 10 000 adamning qo'lida bayroq bilan tang 10 000 adamning sonida 10 000 ikkisi bo'ladi degan. 20 000 adam sonidagi yeyitimiz bo'ladi. Xitoy uni ko'simicho vahima bosadi Xitoyni. Xitoyni vahim bosadigan, o'zimizning hayvitini ajradigan ishlar uchun cho'qim diqqat qilishimiz kerak. Andan keyin u yana havo rayi masalasini dedi. Havo rayidan keyin biraz sovuq bo'lganligini. Andan keyin ko'l bo'yi biz turadigan yer 2 soat turamiz. Soat 9 dan 11 gacha turadigan yerimiz ko'lning bo'yi bo'lganligi uchun u havo sovuq, suvning sovuq bilan tang texmi insonlarda nima qilib ketamiz. İşte to'naydigan shulab qoladi. Shunga qarindoshlarimizniki kiyim-kechakni qalin kiyinilish, yana yomg'irlik kunlik bo'lamdi yo yomg'irlik bir qatimliq bir xalta kiyimlar bor. Uni ilib olamdi. Bu şekilde narsalarga elishni unutmasak qarindoshlar. Bu yerda har bir qarindoshimiz bu sababli salomatligining biraz rahatsız bo'lib qolishi hammamizni bearam qiladi va hammamiz ansiraymiz qarindoshimizning salomatligining sababidan bearam bo'lib qolsa. Buning uchun buni şekilde bir nima qilaylik dedi. Ondan keyin qarindoshlar, biz bu Jenvaning yo'l xaritasi degan nimamizda, programmamizda Shveysariyaning Aydromga tushganmaniki. Aydromga tushgandan keyin Aydromdan chiqqanda biletni elishni unutib qolmaydigan
Çünkü avtobus ve nimige poyizga o'tirishga lazım bo'lgan haqsiz bilet chiqaradi. Aeroplandan tushgan har bir yo'lovchining ilish haqqi bor ekan. Shu biletni chiqish vaqtigacha nimadan chiqarib oldik ekanmiz. Aeroplandan kelgan qarindoshlarimiz Janvaga nimadan chiqarib olib shu bilet bilan chiqqandan keyin sirtda bizning bayrog'imizni ko'targan bir qarindoshimiz shu yerda bizning bayrog'imizni nishon qilib turdi. Shuning yana berib yo'l qaysi tarafga mengishdi. So'rasak, poyez chiqadigan tarafni ko'rsatib qo'ydi. Payz tushib poyezdga chiqamiz. Poyezga chiqqan poyezdning vokzalning yanında yana bir qarindoshimiz yana bizning bayrog'imizni ko'tarib turdi. Uning nishon qilib turib, qaysi poyezdga chiqadiganligimizni bilib olsak bo'ldi qarindoshlar. Uningdan keyin poyezddan tushgandan keyin yana bir qarindoshimiz u yerda shu tushgan o'rinda bayrog'imizni chiqarib turdi. Ayol tuzliq ko'k bayrog'imizni. Uni nishon qilib olsak, andan keyin qaysi yo'nalishga mang'anligimizni. Andan keyin biz turdi yig'ildigan ko'l bo'yining yanında yana bir qarindoshimizning ko'k ayol tuzliq ko'k bayrog'imizni lapillatib turdi. Demak, 4 qarindoshimiz mushu bizning nishondan adashib ketmasligimiz uchun aeroplandan kelgan qarindoshlarimiz bor. Yo'l ko'rsatish shaklida bayrog'imizni ko'targan shaklda turdi qarindoshlar. Alloh bu qarindoshlarımızdan razı olsun. Mush qarindoshlarımızning yetaklashi va ko'rsatib berishi bilan nishonga vaqtida berishinglarni umid qilamiz qarindoshlar. Andan keyin mashinalik kelgan qarindoshlarımizga shu ko'l bo'yining yendiki park yerini Shvetsariyadagi bir qarindoshim uni yo'llabdi videosini. Uningdanmi shu yerga kelganda yer asosh qo'ydigan yerda bir park mashinani to'xtadigan, mashina to'xtash o'rni borligini ko'rsatibdi. Qarindoshlar, mashinalik kelgan qarindoshlarimiz mashinasini shu yerga to'xtatib yutib, ana keyin biz bilan birga piyoda Janvadagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining oldiga u yerga minib, u yerda andan keyin soat 1gacha shu yana vaqtda namoyishni qilib, Alloh xolsa u yerdan keyin har qaysi davlatdan kelgan qarindoshlar ishini tarqilib mangamiz, xo'shishimiz. İnşallah namoyishning bexatar, nihoyatda yaxshi, tartibli, hamcha unumli elib berilishi uchun nihoyatda birinchidan o'zimizning shu o'rlashtirish har bir davlat bayrog'i ostida Sharq Turkistonning bayrog'i bilan teng qanday bo'ldi deganda shu davlatlar shu yerga yig'ilib tizilib mangdi. Bu o'rlashtirishlar Belgiyadami namoyishlar yaxshi bo'lganda, tartibli bo'lgan. İnşallah Janvada nihoyat yaxshi tartib bo'ladi. Allohning izni bilan qarindoshlarimiz nihoyat kuchli har xil shaklda kuch chiqaryapti. Alloh rozi bo'lsin. Kech kunduz mush xizmat uchun jon kuydirayotgan, vaqtini, zehnini berayotgan qarindoshlarimiz Alloh rozi bo'lsin. Bütün dunyoning har qaysi yerlarida turib, gerçi har xil sabab bilan kelinmasimi, kelish imkoniyati bo'lmasimi, solih duoda biz bilan birga bo'layotgan, biz uchun duo qilayotgan shu qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Andan keyin yana bir narsa qarindoshlar, yemeklik masalasi. Yemeklik masalasi yerda tamoq masalasi yana har xil biz yemekliklarimiz ham yo'q, ham sotilgan bozorda texi yo'q. Bo'lish sababidan yemeklikni o'zimiz nima qilamiz? Uning uchun o'zimiz tayyorlab olaylik. Bu yerda yemeklik izlash balkim bo'lishi mumkin, ammo uni izlaymiz deb yoki u deb hamda qo'saq assa odamda mag'dursizlik kelib chiqadi. Uning ustiga aytganda tushimiz, mayli aytaylik nashliqimiz bo'lsin, havo so'g'oq, biroz yemek-ishmakni o'zimiz yenimizga olib olsak, demalliq ochqa vaqtida azroq nima qilib, chunki biz u jang maydoni 40 minutdek mangadigan 1,5 kilometrlik yo'limiz bor qarindoshlar. Uning uchun u yerga berib necha soat vaqirab, har xil shaklda shuar to'lab, Xitoy tajovuzlari olmasin deb har xil shaklda nima qilishimiz mumkin, kuchishimiz mumkin. Uning uchun biroz energiyamiz xo'raydi. Uning uchun yemekliklarimizda, susuzliklarimizni o'zimiz joylab olsak, kim qayerdan oladimki, qanday oladimki deb qolmaymiz qarindoshlar. Havo so'g'oq o'g'achqa bu jihatga yemekliklarimizni tayyorlashga bir nima qilib qolsak, uning ustiga avtobusdan kelgan qarindoshlarimiz uzun musofadan keladi. Uzun 10 soat o'tirgan qarindoshlarimiz bor ekan, charchash va uning ustiga yana shu kuni mashin avtobus bilan qaytadigan gap, hisobda 20 soatdek o'tirish ketadi. Uning uchun u yerdagi
yol meniyotganligimiz, sog'lom, bexatarligimiz, salomatligimiz, ana kendi har xil shakldagi doğru nimalarimizni bilib olishni unutmaylik. İnşallah bu hamda bek nima qilib ketdikki, hamda qanday bo'lsin, bir tartib bo'lsin, hammamiz bir-birimizga sevmamizga sebep turli nihoyatda cho'ng bir ahamiyatli yig'ilish bo'lg'achqa, buni biz qayta deb, qayta programma ishlab ketib shu qarindoshlar. Buni to'g'ri tushunishinglarni inshaalloh hammani Allohning izni bilan oldin yaxshi puxta tayyorlik qilsak, biz jangda o'tib qolmaymiz qarindoshlar. Tayyorligimiz puxta bo'lmasa, tayyorligimiz cho'ltilab qolsa, yoki bo'lmasa sal qarasak bir ishga, undan sal qarag'anligimizdan, mas'uliyatsizligimizdan, astoydil bo'lmaganligimizdan cho ba'zi bir avorchiliklar o'zimiz kelib qoladi. Shuning uchun har ishda oldin planlash va plan bo'yicha harakat qilib berish, sistemli shaklda ish olib berish bu çok muhim deb qarayman qarindoshlarim. Uning uchun har ishlarda bir inchki nuqtalar bilan nihoyatda shaklda qilib ketib qolgan yerimiz shu. Allohning izni bilan bu faoliyatlarimizdan, bu qarshilik namoyishlarimizdan nihoyat yaxshi shaklda ilib berishni, tartibli bo'lishini Janob Allohdan tilashdan birga qarindoshlar. Vaqt munosabati bilan mishani gapimni oxirlashtirman. Gapimda ba'zi bir gap so'zdagi xatolar ketgan yoki bo'lmasa to'g'ri ifodalanmagan yerlarimiz bo'lishi mumkin. Gapimning to'g'ri yerlarini qabul qilib, xato yerlarni qo'yib qo'yishinglarni yoki bo'lmasa samimiy shaklda taklif ham fikr berishinglarni umid qilaman. Agar programmamiz yaragan bo'lsa, men belgilamaysiz shuni unutmang. Anan keyin bizning programma shu kanalimizga abone bo'lishni, a'zo bo'lishni unutmang. A'zo bo'lish uchun faqat sizning bir ilxat adresingiz ketdi. Ilxat adresingiz shu imzoga ishlatayotgan Gmail adreslaringiz olsun bo'ladi. Shu shaklda mening kanalimga a'zo bo'la olasiz. İnşallah yaragan bo'lsa ko'pchilikka qarindoshlarimizning foydalanishi uchun taqdim qo'yishlarini so'rayman. Allohning izni bilan har biringlar uchun atrofli yaxshi xizmat qilishga Alloh nasib qilsin. Alloh xalqimiz uchun xizmat qila oladigan, xalqimiz uchun bir fikr qila oladigan, xalqimiz uchun to'g'ri so'zlay oladiganini qilsin deyman qarindoshlar. Biz har biringning solih duosi bilan mushundaq yaxshi shaklda taraqqiy qilib menyapmiz. Bizga avvalo Allohning yordami, anandan qolsa her yerda turayotgan qarindoshlarimning, onalarimning, hadillerimning, akallarimning, inilarimning biz uchun qilayotgan solih duosi biz uchun nihoyatda muhim bo'layotdi, hamcho shu foyda beryapti. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.